Birinchi sinfdan 11-sinfgacha bizda rus sinflari ham bor. 11 rus sinf, 11 o'zbek sinf ham bor. Bitta nolyovoy sinfimiz ham bor. Qabul sinflar 18 taga yetguncha davom etadi. Asosan qaysi fanlarga ixtisoslashgan maktab? Asosan ingliz tili, matematika, arab tili. Mukammal ingliz sinflarida katta sinflar dedingiz, u qanaqa daraja? Zebo, can we just talk for a second? Currently, we're chose topic about Eng yomon biladigan IELTS 6,5. 11-sinf 6,5. 6,5. Kitob o'qiydigan bolani ta'limi yomon bo'lmaydi. Yoshlarga nimanidir majburlab singdirishga harakat qilsa olmaydi. Xush kelibsizlar maktabimizga. Ha, shu bir xayrli ish boshlagan ekansiz, shu maktab bilan tanishaylik keldik. Maktab bilan tanishtiraman batafsil boshidan oxirigacha. Hammasini ko'ramiz, aylanamiz. Manzil qayerda joylashgan? Manzil Uchtepa tumani Kattaqani mahallasi hududi bu. Aha. Bu yoq tomon hammasi Kattaqani, Uchtepa tumani, bu yoq tomon algoritmga chiqib ketaverish 31-mavze Ahmad Jo'jani ko'chasi. 1-sinfdan 11-sinfgacha bizda rus sinflari ham bor. 11 rus sinf, 11 o'zbek sinf ham bor. Bitta nolyovoy sinfimiz ham bor. Qabul sinflar 18 taga yetguncha davom etadi. Bola kechgacha ko'chaga chiqmaydi. 8:30da keldi zavtrakka. 5 ta ota-onasi kelib, o'zi chaqirgandan keyin chaqirib olib chiqib berishadi. Ota-onasini qo'liga topshiramiz, ketadi. Bu demak, bu uskunalar begonani Bu turniketlar, bu faqat o'sha xodimlarga ochiladigan, hozir ochib qo'yilgan. Xodimlarga ochiladi, bolalarga ochiladi. Begonalar kirmaydi, lekin undan tashqari axirana turadi. Sinf xonalari standart, hammasi mana shunaqa. Assalomu alaykum. Demak, alohida partada o'tirishadi. Har bitta bolaning o'zini joyi muhim, partasi, stuli, partani o'qituvchi bilan birgalikda bular har xil qilib o'zgartirishadi. Partalar ham aynan ergonomичный, rostiga, bo'yiga ham, stullar ham, o'tirishiga ham, qulayligiga ham mo'ljallangan. Bu yerda yana o'tirib o'ynaydigan qanaqadir interaktiv o'yinlar bo'lsa, shu yerda. Bu endi Finlyandiyaning metodi, ular aytishadiki, sinfda bola darslarning o'rtasida tufligini yechib, kerak bo'lsa o'tiradigan, cho'ziladigan yoki o'qituvchi qanaqadir yalang'oyoq упражнение qildiradigan joy bo'lishi kerak deydi. Bu sinfda masalan hozir 4 ta odam bo'lgani uchun kichkinagina kovrik. Yana 4 ta qo'shilsa, yana kovrik qo'shiladi. Asosan qaysi fanlarga ixtisoslashgan maktab? Asosan ingliz tili, matematika, arab tili. Arab tili chuqurlashtirilgan. 2-sinfdan arab tili, ingliz tili, matematika albatta 1-sinfdan. 4 ta tilda dars beriladigan bo'lyapti-da. O'zimiz davlat Shunaqa. Juda xorijda. Oshxona zonasida boshlang'ich sinflar 1-qavatda bizada hammasi. Bir to'r rus o'zbek 1-qavatda. Boshlang'ich sinflarga o'qituvchilarning o'zi narsasini olib, zavtrakini, obedini, polnikini olib joyiga, stoliga qo'yib beradi. U faqat stoliga kelib o'tirib, yeb ichib ketadi. Endi ovqat hammasi o'zimizda tayyorlanadi. Tashqaridan hech nima kelmaydi. Ratsion tasdiqlangan, yoshiga mos, dietolog tomonidan qilingan. Keyin bizning shef-povurimiz Fransiyada 6 oy Lekordon Bleu degan fransuskiy kulinarniy akademiyada 6 oy o'qib kelgan. Nafaqat ta'limi, balki ovqatlanish jarayonini ham imkon qadar yuqori saviyada tashkil qilish. O'z ovqatlanish madaniyati ham kerak-da bizga. Bu juda muhim. Shunaqa. Juda muhim. Каждый раз, когда вы рисовали с нами, у вас были разного размера. Вот такую вот фигуру нарисуйте. Вот. Она похожа? Dars vaqtida eshik taqillatib ochilmaydi. O'qituvchilar Mumkin emas. e'tiborini buzib. Katta oynalar bor har bitta sinfda, har bitta eshikli oynalar bor. Bu maxsus qilingan. Kim nazorat qilmoqchi bo'lsa, kim bor yo'qligini bilmoqchi bo'lsa, shu yerdan qarab xulosasini olib ketadi. Bu bir. Ikkinchidan, o'qituvchilarning ish ko'rinib turadi. Eshik yopiq, oyna yo'q bo'lsa, o'qituvchi bemalol nima bilandir o'zini ishi bilan shug'ullanib o'tirgan bo'lishi holatlari bo'lishi mumkin maktablarda. Baribir ko'p odam ishlaydi. O'qituvchi doim nazoratda. Shaxmat darsimi bu yo? Bu shaxmat darsi. Shaxmatga ham o'rgatishyapti. Shaxmat ham dars sifatida bor. Qoyil. Programmaga kiritilgan dars sifatida o'rgatiladi. Ya'ni shunchaki shaxmat o'ynab o'tirishmaydi. Fikrlashga yordam beradi-da. Shunaqa. Ota-onalar bilan qanaqa yo'lga qo'yilgan muloqot tizimi? Ota-onalar bilan muloqot juda yaxshi. Ota-onalar deyarli har kuni qaysidir ota-ona kelib o'zini fikrlarini aytadi.
takliflarini aytadi, lekin ular bilan asosan kuratorlar ishlaydi. Har bitta sinfning kuratori bor. Keyin ertalab bizda sotuvchi telefonlar yig'ishtirib yuboriladi. Ha, bu yerda demak. Yo'q, sotuvchi telefon foydalanilmaydi kun davomida. 8:30 da kelganda yig'ishtirib yuboriladi, topshirib kiradi. 5 da qo'liga qaytarib beramiz. Kurator telefoni ota-onalarda bor, Telegram gruppa bor. Ota-onalar kuratorga telefon qiladi yoki gruppaga yozadi. Kerak bo'lsa bolani bog'lab beradi. Ingliz tilida kitob va debat klubini ochdik. Kitob va debat klubi bu unikal narsa, uncha-muncha universitetlarda ham yo'q. Bizda hozir o'zimizdan chiqqan o'quvchilarimizdan bittasi diplomatiyada grant 3-kursda o'qiydigan yigitimiz bor. O'sha 5 ta 6 ta o'ziga o'xshagan fikrlovchi, mana shu bizda endi tarbiya topganda juda yaxshi rivojlangan, yaxshi o'qigan yigitlarimiz edi. O'sha 5 ta 6 ta talabalar bilan kelib, bizani ingliz tilini mukammal biladigan yuqori sinf o'quvchilarimiz bilan bular kitob muhokamasi qiladi, debat qiladi. Diplomatiyadagi bolalar o'quvchilar bilan muhokama qilishadimi shu asarni? Muhokama qilishadi. Mukammal ingliz sinflarda, katta sinflarda deysiz, u qanaqa daraja? Endi masalan 11-sinfda 2 ta, 3 ta qizim bo'lsa, eng yomon biladigani IELTS 6.5. 11-sinf 6.5. 6.5. Bittasi 7.5 olib bo'ldi, ikkinchisi undan ham kam bo'lmaydigan, hali topshirmadi, lekin u ham 7.5 kami chiqadi. 11-sinfdan hozir bu yerda Zebo shug'ullanyapti, lekin bundan tashqari yana 2 ta qizimiz bor. Prosta men nima kirdim, men Zebodan misol uchun sizlarga ko'rsatish uchun so'ramoqchiman, nima fikr etadi. O'sha masalan knijniy klub to'g'risida. Ingliz tilini yaxshi biladi, matematika tayyorlanyapti, SATga tayyorlanyapti. Xudo xolasa yaxshi universitetlarga hujjat topshiramiz. Zebo, can we just talk for a second? Sure? Don't hesitate, please. What do you think about the book club that we had last week? And for our resume, of course. Currently, we're chose topic about economics, economic related and politics related stuff. Specifically, we're learning about poor countries and how it affects. Qachon bo'ladi demak? Har hafta bir marta o'tkazamiz. Bular hozir tayyorlanyapti. Bular o'qib olgandan keyin mana shu hafta ham shanba kuni bo'ladi. Ochiqmi hammaga? Ochiq, hammaga ochiq. Hammaga ochiq. Sekin-sekin bular уже endi boshladi. Bular har bittasi o'quvchilarim kitob tanlagan. O'sha kitobni bular 2-3 haftaning ichida o'qib, taxminan fikrga keladi. Keyin o'sha diplomatiyaning talabalari bilan birgalikda muhokama qilishadi. Sekin-sekin niyatimiz imkon qadar ko'proq o'quvchilarni shu loyihalarga jalb qilish. O'zini tutish qonun qoidalari bor. Bu qonun qoidalar asosan boshqa bolalarga zarar qilish bilan bog'liq xatti-harakatga bog'langan. Bola chakadigan bo'lsa yoki elektron sigaret oldidan chiqadigan bo'lsa, yo darsdan qochadigan bo'lsa, yo qanaqadir yo'lini topib qochishga harakat qiladigan bo'lsa, yo ustozlarni haqorat qilsa, yo do'stlarni haqorat qilsa, biz ota-onasini chaqiramiz, qilgan ishini og'irligiga qarab yo birinchi ogohlantirish beramiz, yo chetlashtirish to'g'risida qaror qabul qilamiz. Yaxshi tushunaman, yoshlar bilan ko'p ishlaganman, yoshlarga nimanidir majburlab singdirishga harakat qilsa olmaydi. Teskari. Men kutaman. Men bilaman shu narsani qilish kerak, lekin men bu qaysidir boladan fikr chiqishini kutaman. U chiqqandan keyin, "Voy, zo'r, молодец, sen shu narsani o'ylab olsan, baraka top" deyman-da, keyin tashabbus o'zini qo'liga berib qo'yaman. Shu ishga daxldorlik tuyg'usini tuydira olasiz, his qildira olasiz, u qiladi shu narsani. Qila olmasangiz, majbur qilib, ana qog'ozga yozib, qizlarimiz bu yerda xoreografiya bilan, gimnastika bilan shug'ullanadi, 100 kvadrat joy. Bemalol bular bu yerda o'sha hamma упражненияларni, mashqlarni qiladi. Judo bilan boks zali, judo bilan boks bilan shug'ullanishadi. O'sha 5,5-6 sm Yevromatli qilganmiz. Boks bo'yicha trenerim xalqaro toifadagi sport ustasi. Judo bo'yicha trenerim jahon chempioni judo bo'yicha. Yozda Fransiyada oltin medal olib kelgan bola. Zborniyning a'zosi. Maktabdan tashqari bu sport bitta to'g'riga borishadi-da. Siz kuni bilan bolalarni xususiy maktabda olib qolgandan keyin sport mana hammasi ichida. Mana judo. Shunaqa. Qizlarga mana gimnastika. Gimnastika, xoreografiya. Biz muhit bilan ajralamiz-da. Boshqa maktablarda bizani takrorlab bo'lmaydigan, ingliz tili, arab tili, matematika zo'r o'z yo'liga. Lekin takrorlab bo'lmaydigan tomoni muhitimiz boshqacha-da. Bolajon muhit. O'qituvchilar ham bolajon. Men ta'lim tizimi bilan ko'p ishlaganman, Finlandiya modelini o'rganganman.
Finlyandiyada ekspertlarim bor, mani tanish ekspertlari maslahatlashib turadigan. Kelganda O'zbekiston konferensiyaga kelsa, obязательно oldimga kelishadi. Finlar turli tizimlardan, o'shaning uchun doim aytadigan gapim, O'zbekistonga bitta modelni olib shuni qo'llab bo'lmaydi, chunki bizning xususiyatimiz bor. Shunaqa. Kerakli, foyda beradigan, samara beradigan elementlarni olish kerak. Qolganini olish kerak emas, shart emas. Kecha bitta ota-onadan rahmat eshitdim, keldi deb, Bahodir aka dedi, shuni bilmagan ekanmiz. Chunki ota-onalar gaplashganda aytaman-da, kichkina bolalarga deyman, 2 yoshdan boshlab tili chiqa boshladimi deyman. Har kuni kechki payt сказка o'qigan deyman. Har kuni erinma, yarim soat сказка o'qi, 15 minut, 20 minut сказка o'qi deyman. Ota-onalar ko'p, bu birinchisi emas bu. Nechta ota-ona menga aytgan, buni bundan oldin kecha yana bitta tasdig'i bo'ldi. Maktabda o'qiyotgan bolasiga emas, kichkina bolasiga shuni qo'llagan va bukvalni 2-3 kundan keyin bola qo'liga kitob ko'tarib olib, menga сказка o'qib bergan deb ota-onasining oldiga kelyapti. Bolaga kichkinaligida mustaqil shunga qiziqib o'qishni o'rgatib qo'ysanglar, bola bo'ldi, ta'limi yaxshi ketaveradi o'zidan o'zi. Kitob o'qiydigan bolani ta'limi yomon bo'lmaydi. Chiroyli gapiradigan odam bormi? Bilingki, kitob ko'p o'qigan shu odam. Kitob fan o'z yo'liga. Badiiy adabiyot juda muhim. Dunyo qarashi kengayadi, kreativligi oshadi, chunki kitobda umrida ko'rmagan narsalarni tasavvurlashga o'rganib qoladi. Tasvirlashga, miyasida tasvirlashga, kорабльlarni, piratlarni, indeyslarni, ko'rmagan relyeflarni, ko'rmagan iqlimlarni, ko'rilmagan hayvonlarni, fantastika o'qisa agar umuman mavjud bo'lmagan mavjudotlarni tasavvur qilishga, hammasi kreativlikni rivojlantiradi. Tashqaridan oddiy ko'ringan bilan mazmuni hammasi ichkarida. Shunga juda mazmunli bo'ldi. Katta rahmat, muvaffaqiyat ishlarga. Albatta bu yerga yana kelamiz. Qolgan kelib qiziqmoqchi bo'lganlar, menimcha bir ma'lum bir kunlar bo'lsa kerak, ochiq eshik kunimi. Har kuni qabul qilamiz, har kuni ko'rsatamiz, obzor qilamiz. Qolgan vaqtda dushanba, juma kelaverishadi.